İçi juda qotadimi bularingizni? İçi rosa ham qotar ekan. Mana bu ham toshlari, ichi qotgani hisobiga yig'ilgan toshlarni yuvib ko'rsataman. Zilonli kamushka degan ichi toshlari bor. Mana bu ichi qotganda ichi devorlarga yig'ilib qoladi. Oxiri o't qopga borib tushadi. Mana sizga hammasini terib ko'rsataman. Necha kunda kelardi bolalaringizni? 2-3 kunda. Qayerdan kelgansizlar? Qayerdan keldinglar? Yangi yo'ldan. Ishtahasi og'zi hidlanishi, yuzlariga dog' tushishlar ham bormi? Og'iz juda sasiydi. Lekin allergik kasalliklargacha qo'zg'atadi bu. Chet toshlari. Birinchi sariq bo'ladi, keyin yashilga aylanib, keyin qoraga aylanadi. Mana qoralari ham bor. Faqat lamblus, lekin qurtdan ham juda xavfli. Oysiz qurtdan ham xavfli. Xavfli ko'rsataman. Toshlari hammasi. Bu kuchli allergiya yaqinlashtirib ko'ring mana. Ko'rdingizmi? Bu ham yashil chet toshlari.